Alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bizda Toshkent Moskva Chepaksan Nijinogur yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar amalga oshirilmoqda. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari reyslarimiz Toshkent avtovokzalidan Primoy Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boradi. Undan tashqari bizda Toshkent, Kazan, Nabrežniy, Chili, Nijikamskiy, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha ham qonuniy reyslarimiz seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan reyslarimiz jo'nab ketadi. Agar siz ham xuddi shunday komfort avtobuslarda reysingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga bemalol murojaat qilishingiz va joylaringizni onlayn bron qilib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari bizda avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklari mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar, siz 50 kilodan 60 kilogacha o'zingiz bilan yuk olsangiz bo'ladi. Bexavotir, hech qanday xavf-xatarsiz siz o'z manzilingizga yetib olasiz. Hech qanday perestatkalarsiz bitta avtobusda bemalol safaringizni amalga oshirishingiz mumkin. Ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, tanlovda adashmang. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan.